Kir o'g'lim. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Kel o'g'lim, enimi kel. Siz bergan kitobni boshdan oxirigacha o'qib chiqdim dada. Qandaq, yaxshi kitobmikan o'g'lim? Ajab yaxshi kitobkan dada. Islom madaniyati va islom tarixi haqida nurg'un narsalarni bilib oldim. İslam medeniyetimizde buncha ko'p olim, donishmand, mutafakkurlarning bo'lganligidan faxrlansak bo'lg'idek jumu dada. Ko'zlaringdan bilimga bo'lgan herismanliging chiqib turdi. O'g'lim, tirishib o'qisang, Alloh xolisa senmi ashu olimlardek bo'la olaysan. Payg'ambarimiz bilim egallashni targ'ib qilib, bilim nada bo'lsa, uni izlab tepinglar degan edi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh va barakatuh. Ana sizmi keling? Qaranglar dadasi, o'g'limiz kitobni o'qib tugatibdi. Nima degan yaxshi? Dada, bovam ko'rinmaydi-ku. Nega ketgandi? Bovang bog'da ishlayotdi jinim bolam. Bizga payg'ambar alayhissalomning hayoti haqida yana so'zlab bas bo'pti ekan. Uning so'zlaganlaridan ko'p narsani o'rganib oladi ekanmiz. Yaxshi gap bo'ldi. Shunda qilayli. Meningmi anlig'im bor. Xo'sh, bolalarım, o'tgan qatim sizlarga Quraysh qabilasi haqida to'xtalib, Arab yarim orildagi kishilarning butqa cho'qindiganligi, bir ilohga ishonmaydiganligi, jazoni, yolg'onchilik qatorliq nachar qilmishlarning umumlashib ketganligi, kishilarning zulmat ichida yashaydiganligini so'zlab bergan edim. U vaqtlarda arablarning ichida butqa ta'zim qilmaydigan, butqa ibodat qilmaydigan kishilar bor edi. Varaqa ibn Nafal, Zayd ibn Amr, ibn Nufayl, Osman ibn al-Vayris qatorli kishilar butqa cho'qinmaydigan kishilar edi. Bana işçileri ağrısın begem ötünüp kalay. Hem de onda kılmayman. Bu şu bir kıtım geçirmesle begem. Bana işçileri ağrısın. Bu ölgür. Seni obdan bir edeplep koymasam bolmaydıgan okşaydı. Mani emese. Mani. Neymiş kıtken bu? Bilemsiz. Işıqlığanda bək mis deydi. İkisinin açıq gelip edəpləb qoyub demiş. Belkim kesel bop qalğan yoki charchab qalğan bo'g'aydi. Hey, o bichorni nemish qo'rsan? Rahim qilsang bo'lmamdi. İşçin ağrısın. Neme karang? Bu degan o'zimning puli. Qanda qilg'im kelsa shunda qilaman. Varaqa, sen ishingni qil, ha? Ey Qurayishlar, ajab rahimsiz bo'lib ketibsizlar. Qullarimiz sizlarga o'xshash inson-ku. Nemishqa ularni bunda qiynaysizlar? Ağzını şum. Sen texim meni mushu oddiy qul bilan selishtirib atamsan. O musan o'xshash bir inson tursa, bak rahimsiz bo'lib ketibsan. O'zingni bir insonligingni unutib qapsan. Menga bundaq gap qilishga qandoq betinib o'tsan? Kabening tanrisi bilan qasam qilamanki, seni endi saq qo'ymayman. Qani kela, ola qilichingni. To'xtanglar. Sizlar aramda nemish qilyapsizlar? Kelsilar taqsir. İbn Nafbal, qanida boqa zodi nim bo'ldinglar? Bir ish bo'lmadi janoblari. Ma'noga gap qilsizlar. Avu bichorni bo'shroq qiynisin. Tasqalda o'ltirib qo'yg'ili. Sen ishingni qil. Nima koring mening ishim bilan? Hey, sen bu qulni uriverme. Bo'ldi, uyinglarga qaytinglar. Aramda jidal qilishinglarga qarab tura olmayman. İbn Nafbal, sen bu quluqni din tutib angla. Zayd, Osman qatorliq do'stlaring bilan birlashib, bizga qarshi chiqyapsan. Mana endi bu yerda mavi qulga bo'lishib, chatoq chiqarding. O'zingni bilib ol. Eng yaxshisi uyingga qayt. Abdulmutallib, qul deganmi, siz bizga o'xshashli inson-ku. Rangi bizga o'xshamaganligi uchunla bo'za qilinsa to'g'ri bo'lmas. Varaqa, qul degan baribir qul. Hozirgacha qullarga mushundoq muomala qilib keldik. Ota boğularımızmı qullarga shundoq muomala qilgan. Bu op-uchiq vahshiylik. Qurayshning katavaşlarımı ota boğulardan qolgan vahshiylikni tabarruk deb biladi. Bu nodonlikqa nima degulik endi? Varaqa, sen nima deb jo'yilyapsan? Cho'nqir hangga tushib ketay deb qopsan. Diqqat qil. Do'stlaringmi bu hangga tushib ketmasin yana. Ubaydullah, Sabr qil do'stim. O'zingni besib ol. Qachongacha sabr qilaman do'stim. Bu muqaddas yer zo'rliq zo'mbuliqqa to'lib ketdi. İnsanning e'tibori qolmadi. Do'stlikning o'rnini dushmanlik oldi. Bular texe mushu holi bilan biz Kabini ulug'lug'uchilar deyishidi. Aytqina, mushumi hayotmi?
Örüp adetlerimizni özgertkili olmaydı. Bunu bilmeydiğandek gap kılısan-ku. Kishilar haykalga ta'zim qilib sajda qilishidi. Hayvonotlarning a'zo shakllaridan madad kutib rizq tilishidi. Hamma narsani mana bu tosh parchalaridan so'rashidi. Bu ishlar faqatli kallamdan o'tmaydi. Bu jonsiz narsalarga ibodat qiling deydigan qandoq urf odatlar ekan u? Bu nima degan nodonlik, he? Ular nima uchun saxtibazlik qiladi? Nemishqa yolg'on so'zlaydi? Nemishqa yovash insonlarni bo'zak etadi? Meningcha, bular haqiqiy zulmat. Bu ishlar qachonmi tugi? Biz bu jaholatdan, bu nodonlikdan qachonmi qutularmiz? Hey İbn Umeyye, yo'ldan ezib qolganlarni qanday qilsaq bo'la? Kimni davatsa? Kimlar bo'lmoqchidi? Aqdinga qaytinglar deb yurayotgan varaqalarchi. Ular bizni nima qilinglar deydigandi. Menmi ish bilolmadim juma. Bir qarasang bizni Ibrohimning yo'qolib ketay deb qolgandiniga chaqirayotgan. Yana bir qarasang bizni butlarga sajda qilmay, birli ilohga ibodat qilishga undayotgan. Eli qulduringlarni qiynamanglar, ayolinglarni xorlamanglar degan. Eli turib qizlarni tirik ko'madigan odatinglardan yeninglar degan. Bularning ishlarini men mutazib bilib bo'lolmadim. Ular bak hadidan eshib ketdi. Endi bularning qiliqlarga chidaydigan yer qolmadi. Ko'nglimdekini aytsam, bular bizning kayfimizni uchirib, beshimizni og'irtib. Bularni bu turqida biror ish chiqarmaydi degili bo'lmaydi. Ajab ishimizdan kepi bir yerdan chiqyotdi-ku. Qandoq deysan? Ularni rosa bir adablab qo'yaylikmi deyman. Ularni ishlarimizga aralashmaydigan, dinimizni haqoratlamaydigan qilib o'taylik. Bunda qilsa Quraysh qabilasi bizni bosh qo'yib etmasmikin? Quraysh bu kishilarning qalaymiqan so'zlayotganligini bilsalar, ularmi bizning sepimizga qo'shiladi-da, gapimizni yirolmaydi. Chunki bu kishilar Qurayshga mo xavf yetkazadi. Xush kelding Zayid. Merhaba. Qandaq ahvoling, do'stim Varaqa? Xudoga shukri. Qani marhamat, uyga kir. Uyda paranglashayli. Meni izlab tikansan. Biror ishing bormidi? Shundaq. Sana deydigan muhim bir ish bor edi. Demak, muhim ish ekanda. Shundaq, yo'lga chiqadigan vaqtimiz aniq bo'ldi. Rasmo do'stim. Mekkening bu zulmatlik jaholatidan, kishilarning aldamchi, saxtipazligidan oxir qutuldigan bo'ldik. Shamga ketamiz. Shu yerda haqiqatni izlaymiz. Balki shu yerda haqiqatni tepib, ko'nglimiz tinib qolar. Bak yaxshi bo'ldi. Uydagilaring bilan xo'shlashib tayyor bo'l. Ati atdigan Shamga mangadigan karvon bilan yo'lga chiqamiz. Seningcha bu to'g'ri tanlashmidi do'stim? Albatta, to'g'ri tanlash. Shamda Yahudi xristianlarning cho'ng olimlari bilan ko'rishimiz, ular bilan fikrlashimiz. Balki shular bundan keyin qiyomatgacha boshqa bir payg'ambarning keladigan yoki kelmaydiganligini bilishi mumkin. Undaq bo'lsa, texi yaxshi. Shundaq, nimali bo'lmasin, haqiqatni tepishimiz kerak. Afsus, Makkadan ayrilishga ko'zim qiymayotdi. Ammo amal qancha? Haqiqatni cho'qim tepishimiz kerak. Menimi ko'zim qiymayotdi do'stim. Mush yerda tug'ilib cho'ng bo'ldik. Urug' tuqqanlarimizmi mush yerda. Ammo bu yerdan ketmay amal yo'q. Bizni bu qorong'u zulmatdan qutuldiradigan haq dinni topmasak bo'lmaydi. Bundaq nodon insonlar bilan to'shib ketgan joyda yashayverishga toqatimiz qolmadi. İbn Murra, yılqı azğunlarının işini anladın. Kimlarni da'vatsan? Varaqa ibn Nafbal va uning ikki do'sti Zayd bilan Osmonni da'vataman. Nima ish qilibdi ular? Anglashimcha ular bugun atdigan Makkadan ketib qopti.
Qayerga ketganligi noma'lum. Oxiri deganini qilibdi-da. Yamanga yoki Yahudi xristianlar yashaydigan boshqa bir yerga ketgan bo'lishi mumkin. Bu ozg'unlar har doim ota-bobolarimizdan qolgan dinni yaratmay, boshqa dinni izlab yurmamdi. Oxiri qig'luqini qilibdi shu. O'tganda bular Kabening yinida bir nimalarni deb pichirlashyotdi. Sham degan gapi quloqimga kirgandek qilgan. Muhimi ulardan qutuldik. Tas qolgan edi Makkada ish chiqarg'ili. Shamliqlarning ko'pinchisi xristian, balkim shu yerga berib xristian bo'lib qaytar. Shu emasmi, ulardan qutulganimiz yaxshi bo'ldi. Hadisi bizni butqa ta'zim qilishdan, ota-bobomizning yo'lidan to'sib aromimizni buzg'andi. Menchimi ketgani yaxshi bo'ldi. Texi ular Ibrohimning dinini qayta gullantirmoqchi edi. Bu ahmoqlar cho'qim bog'ini pushaymon qilib qaytib keladi. Xudoyim buyursa, buning oxirini kelar qitim deb beray. Tahir qilinglar, bolalarım.